Eslaysizmi? O'sha og'ir velosiped bizga juda kattalik qilib, bo'yimiz yetmasa ham, ramasning orasidan oyog'imizni o'tkazib, qiyshayib bo'lsa ham zo'rg'a haydardik. Zanjiri tushib qolsa, qo'limiz qorayib ketguncha qora moyga belanib, yana joyiga solardik. Yomg'irdan keyin keladigan o'sha yoqimli hid boshqacha edi, ha? Yomg'irdan qochmasdik. Aksincha, suvlarni kechib, ko'lmaklarga ataylab sakrab, suv sachratib yugurardik. Shimimiz ho'l, sochimiz yopishib qolgan, ammo shodligimiz bir olam bo'lardi. Buvimiz tandirga o't yoqar, yangi yopilgan nonning hidi butun ko'chaga taralardi. Biz o'zimizga alohida kulcha non yoptirib, hammaga maqtanib yerdik. Qishloqdagi hashar o'ziga xos bayram edi. Qo'ni-qo'shni, qarindosh urug' yig'ilib, loy tepib, g'isht qo'yib devor ko'tarardi. Kattalar ishlardi, biz esa loyga belanib, o'ynab kulib yurardik. O'shanda hamma bir oiladek edi. Elektr tez-tez o'chib qolardi. Kattalar sham topib yoqardi. Sham yorug'ida qo'limiz bilan devorga it, qush, quyon shakllarini tushirib, soyalar bilan o'ynardik. Keyin buvimiz ertak boshlardi. Ertak ham vaziyatga qarab